hozirgi paytda mana Omo daryo va nihoyatda qo'rqinchli qaranglar. Mana daryo yemirib mana shunday holatga keltirganlar. Yo'llarni qurishamoqda. Kecha kunduz. Mana o'choqlar ham o'rsalgan bu yerda ko'ring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Hayot Media kanali ko'ruvchi muxlislar, xush kelibsizlar Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga. Mana ko'rib borayotganingizdek, Afg'oniston cho'llari va Omudaryo va nihoyatda yaqinlashgan suvlari va bu tomonlari qirg'oq tashab qolgan, lekin mana bu yerlar qumzorlik bo'lgani uchun qum va nihoyatda qo'rqinchli va juda ham qo'rqinchli holatda yo'llarni daryo olib ketgan. Mana cho'l o'rtasidan yo'llar ochilgan birodarlar, ko'rayotganingizdek mana bu yerda ham chaylar bor. Ko'rayotganingizdek mana chaylar. Mana shu yerda holatlar kechalar yo'llarni tuzatadilar xalq o'tishi uchun birodarlar. Va nihoyatda juda ham qo'rqinchli holatlar. Mana ko'rayotganingizdek bu yerlarni qaranglar. Inshaalloh mana shunday videolarni davom ettirish uchun Afg'onistonlik birodaringizning kanalini podpishka qilishni unutmanglar. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bundan ham yaxshi videolar sizlarga inshaalloh tayyorlab borishga harakat qilamiz. Bo'lmasam birodarzlar, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz videoni sizlarga topshiramiz. Videomizga like, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Afg'onistonning hayotini birma-bir mana shu kanalda ko'rib borasizlar. Motordagilar mana do'stlar, daryoning holati. Afg'onistonda yo'llarni mana bu tomonda yo'llar bor edi. Mana shu yerdan yo'l kelardi. Lekin yo'llar qolmagan. Nihoyatda qo'rqinchli holatlar hozirgi paytda Omudaryo. Suv ham juda kamalgan. Mana bu ham ko'rib borayotganingizdek Afg'oniston Omudaryo do'stlar. Mana nari tomoni O'zbekiston, mana bu tomoni ham Afg'oniston, mana chegara. Mana qirg'oqlab qolgan ham yerlar. Mana bu yerda esa mana chaylar ham bor. Ko'rayotganingizdek mana bu yerlar ham yo'llar do'stlar. Shu holatga keltirgan daryo yemirib ko'rayotganingizdek mana daryolar ham bu yerda qirg'oq tashlab qolgan. Juda ham suv ko'p edi bundan bir oy oldin. Hozir suvlar juda kamayib qolgan. Hozirgi paytda ko'rayotganingizdek mana yo'llar holati ham shunaqa va nihoyatda dahshatli holatlar. Mana birodarzlar, inshaalloh videomizga like, kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan ham yaxshi videolar kanalimizda ko'rib borasizlar Afg'oniston hayotini. Birodari azizlar, mana hozir Afg'onistonning cho'llari birodarlar. Nihoyatda dahshatli holat. Mana yo'llar qolmagan, cho'l ichidan yo'l ochilgan. Mana ko'rayotganingizdek daryo olgan suvlar hamma joy toshib yo'llari olib ketgan do'stlar, yemirgan. Ko'rayotganingizdek mana do'stlar, yo'l qurishuvchi birodarlar ham mana shu yerda qolar ekan kechasi. Mana birodar, kecha kunduz mana o'choqlar ham o'rsalgan bu yerda ko'rayotganingizdek. Mana do'stlar, Omudaryo. Mana ko'rib borayotganingizdek hozirgi paytda Omudaryoning holati do'stlar. Afg'oniston Balx viloyati bo'ladi bu yer. Mana Omudaryo toshqinlikda mana shunaqa holatga kelgan suvlar. Yo'l yo'q do'stlar, mana qumning o'rtasidan yo'l ochilgan. Ko'rayotganingizdek mana bu tomonlari qum, hamma joy yo'llarni daryo olib ketgan. Mana shu qumning o'rtasidan tepaga chiqiladi, mana yo'llar qo'shilgan do'stlar. Ba'zi joyda Omudaryo suv ko'paysin deb xursand bo'ladilar, lekin bizlarga suv juda ham zarari bor do'stlar. Uylarimiz daryo yemirib olib ketmoqda. Mana yerlar bo'lsin, uylar bo'lsin. Mana shunaqa holatda Omudaryo suvi ham mana nihoyatda o'sha necha kun oldin toshganida yo'llarni suvlar bosib ketdi. Mana hozir
qumzorlikda mana shu qumlarning o'rtasidan yo'llar ochilgan birodarlar. Qaranglar, mana ko'rib borayotganingizdek. Ba'zi joyda suv tanqisligi bor, ba'zi joyda esa suv juda ham barbod etib ketmoqda. Yer joylarni, uy joylarni birodarlar. Mana holat Afg'onistonda hozirgi paytda 2025-yil Omudaryoni toshqinlikda mana uylar, yerlar qolmagan birodarlar. Mana shunday bo'lib qoldi hozirgi paytda mana. Qumzorlik birodarlar. Hozirgi paytda do'stlar daryoning holati mana ko'rayotganingizdek, Omudaryoni holati. Mana shunday qilib daryo toshgan, hamma joyini yemirib tashlagan. Mana ko'rayotganingizdek, qishloqlarimizgacha kelgan mana daryo suvi. Omudaryoni suvi do'stlar. Mana. Mana yerda qishloqlar bor, uylar bor. Xalq juda ham qo'rquvda, chunki daryoning suvi mana shunday kelib kemirmoqda do'stlar. Mana do'stlar, Afg'onistonda Omudaryo holati mana shunday. Daryo olgan yo'llarni ko'rib borayotganingizdek, mana bizlar ham mana shu yo'ldan o'tamiz desak, tumanga ketib kelamiz desak, shunday qiyin holatda ketib kelamiz birodarlar. Mana qaranglar. Mana yo'llar shu qumni o'rtasidan yo'l qurshilgan mana ko'rayotganingizdek. Daryo do'stlar yemirib hamma yo'llarni olgan. Mana hozir esa mana shunday holatda ko'rayotganingizdek, shunday qiyin holatda chiqadi traktorlar ham. Mana yo'lni qurshaydi bular. Mana yo'llarga qamish qo'yib, ana shunday qo'yib shu yo'ldan nimalar bo'lmasin deb, shu odamlar qiynalmasin deb to'proq to'kiladi. Keyin mana shu qamishlar qo'yiladi. Ko'rayotganingizdek, mana daryo holati ham hozirgi paytda Omudaryo holati do'stlar. Mana do'stlar, birodarlar, Omudaryoni hozirgi holati. Daryo juda ham kamalgan. Ko'rib borayotganingizdek, mana hamma joy qirg'oq tashlab qolgan. Daryo suvi va nihoyatda kamalgan Afg'onistonda Omudaryo. Ko'rib borayotganingizdek, mana bu ham Omudaryo bo'ladi birodarlar. Mana film aldım onda bir tane. Alıver, bekar oturma. Gülmaçı uca içerim yansından akıt diyorken abi. İçmeyen. Zeriyası mı? Hayır. Yok mana. Şöyle çatal taşlayırlar buna. Oyun ağlar yak. Mana do'stlar, mana o'rtada g'oblar bor. Shu daryo toshqinligida bir juda ham ko'p g'ob tashlangan daryoga. Mana bu yerda ozgina ko'rinib o'tiribdi, ko'rayotganingizdek. Mana bu tomonlari ham qirg'oqlab qolgan, mana qirg'oq tashlab qolgan. Sıra ko'rincha ekan. Hmm. Diyorlar belli.